Turdi. Mana dilli usul o'ynaylik. Ügünenmayma. Voy, kela ügünelisan, manga o'xshash, kilishgan yigit bo'lsan. Bula, kulib o'tirmay bu yerda. Bula. Güllar, ben çokum yaxşı ügünümen. Manga ishib o'ynag'ina. Ma'qul. Nimanda qo'rinlik qilasan? Bo'ldi. Ben çokum yaxşı ügünümen. Voy, bu nima usul o'qishsin? Qo'limni ketmaydan tik tur. Gullar usulni yaxshi o'rgatadi ekan. Ehtiyatlan! Sen bek o'tgansan. Men emas, Ömer. Hech nima bo'lmagansan? Usul o'ynashni bilmay turib boshqalarni og'irlagan hamsimiz hamda yanan usul musobaqasiga qatnashmagansan. Qalayim so'zlama Gulnar. Kimala, beni kapop qaqidini ko'mdinglarmi? Hozir yesang bo'lmaydi. Nim bo'ldi? Nimdab manglaysan? Ha? Manga dedi. Tez manga. Agar sen Gullarni kuldira olasan, men senga olib beraman. Sen de faqat turdi usulni qanday qara o'ynaydi, ha? Nay. Sen nimdab kelding? Atigan turdi o'g'ilchilikqa uchirdi. O ishni o'rganamisa? Biz degan yaxshi do'st. Astoydil uygasak cho'qim yaxshi o'rganalaydi. Shunaqa. O hamsimiz hamda har kız usul o'ynashni o'rganamaydi. Usul o'ynash degan oddiy ish. Meni taqiyimni usul o'ynalaydi. Ha? Taqay, bir tada o'ynagana. Men aldayapsiz? Men bo'ldi sana olmaygim yo'qmi? Yaraydi, mana bu mukafot. Achchig'ingiz yoqdimi? Berib turdim izlayli. Aras opam hozir issiqdan yaqqan edi, bir nacha. Sen vazifani muvaffaqiyatli o'rindading. Qaytsang bo'ladi. Memini gelmeyizlik ha? Qiziq deyavag'in. Yemeymen, yesem samirib ketaman. O'ltirmasam mı yemeymen? O'g'lim, bu gap yemeymen. Qantarmoda tez yeganda samirib ketaman. Yemeymen. Onu ko'gim yo'q. Yemeymen, yesem samirib ketaman. O'g'lim bu yoqqa chiqqin ha? Tez bo'l. Bo'ldilar, tamam yesem pedimi samirib ketaman. Usul o'ynayolmayman. Usul? O'g'lim, men burun parmodagi bek amroq edim. Gap o'ynab beribdim. Qara, qanday chiroyli o'ynamdi ekanman. Ana, sening o'ynagan usulingni Gullar bilan uning onasining o'ynagan usuliga hargiz selishtirg'ili bo'lmaydi ekan. Bo'ldi, bo'lsam avval tamog'ingni.
Bo'lmaydi, men avval o'riqlayman, ondan usul o'ynashni yaxshi o'rganaman. Bo'lmasa haqiqiy erkak hisoblanmayman. O'g'lim, dadangga qara, u shundoq seni suribmi, qo'lidan hamma ish keladi, haqiqiy erkak. Yo'q, men yemayman. Ali amma, o'zlariga nim bo'ldi? Sizlar bu yerga nima qilib keldinglar? Biz Turdi bilan ko'rishaylik degan. U hozir hech nima emas bo'lib oldi. Turdining o'riqlaydigan vaqtimi bo'lib qoldi. Uni qo'rsiga ichib ketsin-mi? O'zi yaxshi ko'radigan tomoqni emas bo'lib oldi. Bo'ldi nima yashamasman. Nasriddin, sendan o'tinib qolayman, yordam qilgin, uni nasihat qilib qo'ysin. Ma'qul, bu qitim sizlarga yordam qilay. Yaxshimisa Turdi. Turdi qanday? Sizlar nima ish qilib keldinglar? Sizlar meni sevmas, ham dod deb yaratmaydinglar-ku. Xapamag'ina, men asli undaq demoqchi emas edim. Sendan kechirim so'rag'lik keldim. Qara, hozir tunurda qo'mirgan issiqdan yapaqa. Yigina. Yemayman. Hey. Güllar, biz serikchilik o'ynaylik. Ma'qul, qatnamsa? Hey. Ha. Mendan kechirim so'rag'ili kelgandinglar-ku. O'zinglar o'ynab ketibsizlar-ku. Endi sen nonni xo'rozingga beray. Qo'rqsam, esingda cho'ntak boshqalar bergan narsani yema. Hey, Güllar. Ko'nglimda yerim bo'ldi. Turdining mijozi mushunda hargiz ko'nglingizni yerim qilma. Rostilla undan naqbi so'rag'lik kelgan. O tekchilik xafa o'xshaydi. Agar u rostilla o'riqlab kelsa, u chaqda ishdan chataq chiqadi. Qanday chataq chiqadi? O'ylang, ha? Seniz bodek Turdi o'riqlab qoqshaldek bo'lib qolsa, u chaqda. Siz o'ylab baqmamsiz, Yenil hozirgi bodek Turdi umaq emasmi? Amiz qanday qilamiz? Men o'ylab baqay-a. Ammo tepildi. Men sizga beray. Turdining birinchi qatim bir ishni bundaq astoydillik bilan qilaman deyishi emasmi? Biz do'st bo'lgandan keyin unga yordam berishimiz kerak. Hozir faqat do'stingizning ishonchisiga yana erisingizlar bo'ladi-ku. Nimaga ishkillanasiz? Ma'qul.